Shu yili to'y qilaman, shu yili yangi uy olaman degan akalarim, sizlar uchun zo'r uy topib qo'ydim. Uyimizni ma'lumotiga keladigan bo'lsak, uyimiz Yangi O'zbekiston va Do'rmon o'rtasida joylashgan Haydarobod degan mahallada joylashgan. Bu yangi mahallalardan, bu yerda hamma uchastkalar yangi, hamma kommunikatsiyalar bor, gaz, svet, kanalizatsiya, umuman muammosi yo'q va yon qo'shnilar ham hammada yangi uylar, juda chiroyli mahalla. Hammaga tavsiya qilaman. Uyimizning ma'lumotiga keladigan bo'lsak, uyimiz yer maydoni 3 sotuq, imorat maydoni 370 kvadrat va 7 ta xonadan iborat. Xo'p, biz hozir hovli qismida joylashib turibmiz. Hovlidan obzor boshlaydigan bo'lsak, bu joyingizni ko'rishingizni iltimos qilardik. Bizda bu yerda avtomatik varotolar joylashtirilgan. Bitta mashina bu yerda bemalol sig'adi. Usti yopilgan, qishda qorsiz, yozda ismaydi, bemalol turadi bu yerda va buni to'g'risida ko'rib turganingizdek, letniy kuxnyamiz joylashgan. Bu yerda bizda o'choq qozon, plita va umumiyliklar ham bor. Misol uchun agar bu yerda ovqat pishirib ichkariga olib kirib ketish imkoni ham bor, chunki oynalar ko'rib turganingizdek panoramli oynalar va bu yerda ichkarida kuxnyamiz joylashgan. Ichkari kirganda yana bir bor ko'rsatib chiqaman. Juda yaxshi решение qilingan. Bu yerda o'rtada ikkita astrovokimiz qoldirilgan, zelyoniy zonaga. Keyinchalikka bu yerga gazon yoki daraxtlarni bemalol ekib qo'ysa bo'ladi va ko'rib turganingizdek podsvetkalar berilgan. Uy bo'yicha podsvetkalar juda chiroyli qoldirilgan. Devorlarda kechqurun yoqilsa juda ham chiroyli ko'rinadi. Va uyimizni etagida esa, hovlimizning etagida u yerda bizda bitta sanuzel bilan kotelnisi joylashgan. Kotelni masalasiga keladigan bo'lsak, kotelni ham juda qulay, chiroyli o'ylangan. Uyni tashqarisida bo'lgani kotelni uchun har doim afzal. Bezopasnost jihatidan. Va sizlarni uyni ichiga taklif qilamiz. Kiraverishingizda sizni xuddi shunaqa chiroyli hol kutib oladi uyimizda. Holimizga baho berasiz. Uyimiz juda ham shinam va chiroyli, sifatli materiallar ishlatilgan. Hol qismimizni ko'rib turganingizdek, mehmonlarni kutib olishga juda ham katta, keng. Xo'p, sizlarni kuxnyaga taklif qilamiz. Kuxnya qismimiz ham chiroyli, o'ziga yarasha chiroyli bilan qilingan. Bu yerda ham bizda hamma narsa tayyor. Aytib o'tganimdek, bu yerdan bemalol yozgi oshxonaga chiqish yo'li bor, eshigi bor. Bemalol ochib chiqsangiz bo'ladi. Texnikalardan hammasi bor. Gaz plita deysizmi? Bu yerda даже misol uchun qozon yoki o'choq qilish narsa pishirganingizda bemalol bu yerdan suv tushirib qozonni u yoqqa bu yoqqa ko'tarmasdan bemalol to'ldirib olsangiz bo'ladi. Shu taraflari ham o'ylangan. Va bu yerda ko'rib turganingizdek bizda idish yuvish mashinasi ham bor. Hamma qulayliklar qilingan, televizor hammasi qo'yilgan. Oila davrasida ko'rib o'tirib bemalol ko'rishingiz mumkin va kattakon xolodilniklari ham bor. Dizayniga yana bitta o'zingizlar baho berib o'tasizlar. Video montajyorimiz video davomida ko'rsatib o'tadilar. Va sizlarni zalga taklif qilamiz. Zalimiz ham juda chiroyli. O'rtada sizni shunday chiroyli lyustralar kutib oladi. Va bitta baho berasizlar, juda chiroyli ditlar qilingan. Emulsiyaga keladigan bo'lsak, emulsiyalar ham zo'r emulsiyalar ishlatilgan. Turetskiy emulsiyalar, bularga yozsangiz ham, nimadir qilsangiz ham ustini yuvib, artib ketkizib yuborsa bo'ladi va zalimizning o'rta qismiga shunaqa dekorativniy panellar, chiroyli panellar ishlatilgan. Naturalniy toshdek ko'rinib turadi. Yaqiniga kelsangiz ham bilmaysiz bu toshmi yoki nima. Ushlaganingizdan keyin sezasiz, lekin ko'zga naturalniy toshdek ko'rinadi. Keng xonaga o'tamiz. Bu xonamizda xohlasangiz yotoq xona qilib qo'ysa bo'ladi yoki o'zbeklarda ayvon yoki dam olish xonasi qilib oila davrida o'tiradigan qilsa bo'ladi. Bu xona bemalol yoki yotoqxona, u sizlarning anuylarga qarab ishlataverasizlar. Bu xonamizda ham chiroyli lyustralar dizaynerskiy qilingan. Ko'rib turganingizdek, pardalar ham osilgan, hammasi tayyor. Keyingi xonaga o'tamiz. Birinchi qavatdagi sanuzelimiz. Bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli dit bilan qilingan. Dushovoylar, stoleshnitsalar va sanuzellar, undan tashqari granitlar juda ham chiroyli ishlatilgan. Va uning yonida bitta yotoqxonamiz bor. Yotoqxonamiz ham spokойный tonlarda qilingan, bemalol dam olib hordiq olsa bo'ladi. Ko'zni charchatadigan narsalar bu uyda ishlatilmagan. Undan tashqari ko'rib turganingizdek uyimiz dizaynerskiy remontlarli ham qilingan va zinamizda
chiroyli zinamiz bor. Bu yerda o'zini svichashli ledlari bor. Odam chiqayotganda bitta o'zi yoqilib yuradi. Sizlarni ikkinchi qavatga taklif qilamiz. Zinalar ham mustahkam, baquvvat, zo'r qilingan. Va ikkinchi qavatimizda sizlardan shunday kattakon yana bitta pastaki proyeksionli tepaga ko'tarilgan hol kutib oladi. Bemalol bu yerda mana misol uchun Hikvisionlari ham qo'yilgan. Pastdan eshikni ochib yorsa ham bo'ladi ikkinchi qavatda turgan holatda. Ikkinchi qavatda bizda to'g'rimizda bu yerda bizda terrasa kutib oladi. Terrasamiz ham chiroyli, kengina, katta. Mehmonlarni o'sha aytganimdek tepadan turibgina bemalol kutib olsangiz bo'ladi. Bizda bu yerda 4 ta yotoqxona bor. 4 tasi ham отдельный dizayn, отдельный ranglar ishlatilgan va o'ziga yarasha chiroyli qilingan. Sizlarni master bedroomga taklif qilaman. Bu deganim главный spalni. Bu bizda главный spalni joylashgan. Bu o'zini garderoblari ham bor. Taklif qilishingiz mumkin, ko'rishingiz mumkin garderoblarni. Va garderobimizdan yonida esa spalnimizdan o'zini sanuzel bilan sanuzellarga отдельный baho berishinglarni kommentda so'rab qolardik. Juda chiroyli qilingan, bit bilan keramogranitlar juda ham zo'r ishlatilgan. Menga misol uchun juda ham yoqdi. Xo'p, bu spalnimizdan yonida детский yotoqxonamiz bor. Ko'rib turganingizdek, bu o'zini mebellari bilan уже tayyor kelib yashash holatida turibdi uyimiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin, dizaynerskiy remontlari hammasi zo'r qilingan. Va sizlar bilan ikkita yotoqxonamiz qoldi. Yana bitta yotoqxonamiz. O'ziga yarasha chiroyli qilingan, bu ham podsvetkalar berilgan. Ko'rib turganingizdek, oynalar panoramli. Hozirda trend ketyapti. Oyna qanchalik katta, qanchalik ko'p yorug' kirsa, shunchalik zo'r bo'lyapti. Uyni ancha xonani ochadi. Va bu yerda bizda bitta общий sanuzelimiz bor. Bu yerga ham bitta ko'rib chiqasizlar. Menimcha sanuzellar juda ham shinam va zo'r qilingan. Bundan tashqari dit bilan qilingan. Zerikmaysiz, bu joyda yashab zerikmaysiz, har doim sizga aktual bo'lib turadi bu sanuzellar. Bu kirgan xonamiz esa bizni ikkinchi qavatdagi oxirgi yotoqxonamiz. Bu ham juda zo'r tonlar ishlatilgan. Aytib o'tganimdek, emulsiyalar, parketlar, eshiklar hammasi sifatli materiallardan ishlatilgan. Azizlarim, aminmanki bu uy sizga yoqdi. 4 ta qurilgan uydan bittasi qoldi. Shoshilib qoling. Pastda ko'rsatilgan raqamlar bo'yicha aloqaga chiqing va bemalol baraka qiling.